Hop, avvalambor ixtiro qilish uchun hamma bir olamshumul narsa aytish kerak, ilmiy laboratoriya, ko'plab mablag' kerak bo'ladi. Lekin avvalambor bunday emas. Har bir inson ichida o'zining ixtirochisi bo'ladi. Va ixtironi yaratish uchun har doim katta mablag', kuchli bilim kerak bo'ladi. Misol uchun har bir insonning hayotini yengillashtiradigan kichkina narsa ham ixtiro hisoblanadi. Misol uchun oila a'zolari bilan birgalikda yashagan odam tushunadi, ularga ko'p quvvatlagich bo'ladi. Va tabiiyki bir-birini o'xshaydi zararga. O'zimizning taqdirda. Keyin uni adashtirish, bir-birini solishtirib berish, yo'qotish ko'p bo'ladi. Misol uchun men ham o'zim uyimda zararchi mardon ko'taradim va buni rangli lenta bilan o'radim va bu muammo hal bo'ldi. Bu ham ixtiro sanaladi misol uchun. Shundan kelib chiqib har bir inson o'zi uchun yengillik yaratgan narsasini ixtiro deb atashi mumkin. Misol uchun yoshlik paytimizda hech narsadan qo'rqmaymiz. Tavakkal etishdan, savollar so'rashdan va shuning hisobidan biz ko'p narsa o'rganganmiz hozirgi kunimizgacha. Hozir esa shu qo'rquv, shunday stress, birovdan so'rasam uyalaman, qo'rqaman. Shu narsalar bizani to'sib turadi. Ixtiro qilishdan, tavakkal etib nodir yaratishdan, o'zimizning hayotimizni yengillashtirishdan. Va biz buni hal etishimiz uchun hech narsadan qo'rqmasligimiz kerak. Va yoshlikdagi qo'rquvsiz hayotni yana qaytarib o'tkazishimiz kerak. Shundan keyin biz yana o'zimiz uchun kerak bo'lgan kichik ixtirolarni yaratib bilamiz, hayotni yengillashtirib bilamiz va keyingi hayotda o'zimiz uchun ko'p qulayliklarni yaratib bilamiz. Misol uchun ona ham farzandini nodir yedirishni xohlab turganda u yemasa, shu ovqatini, yo bo'lmasa pishanyasini shakl bilan hayvonlarni kvadrat, to'maloq doiratib, ranglar qo'shib beradigan bo'lsa, bu ham nechikdir ona uchun yengillik yaratadi va bola ham ovqat yeyishga bo'lgan ishtirokini kuchaytiradi. Bu ham onani ham, bolani ham ovqatga bo'lgan, to'yishga bo'lgan ishtirokini va hayotda bo'lgan yengilligini yaratadi. Shuning uchun xulosa qilib aytadigan bo'lsak, hech narsadan qo'rqmaslik kerak va ixtiro qilishdan, o'z ichimizdagi yashirin ixtirochini chiqarishimizdan qo'rqmasligimiz kerak.